Başladık. Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz sizlar bilan birinchi darsimiz kompyuter va uning qurilmalari. Ya'ni bizlar kompyuterning asosiy qurilmalarini o'rganib chiqamiz bugun. Nov asosiy, nov qo'shimcha shularni yo'rib chiqamiz. Ya'ni boshladik. Kompyuter nima? Ya'ni kompyuter nov ekanligi haqida biz boshda tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Kompyuter nov narsa, bu nov ishlatib turgan narsa. Nov bu. Muhammad notebook, ha? Молодец. Bu narsa kompyuter hisoblanadi. Bu notebook hisoblanadi. Tushunarlimi? Kompyuter bu axborotni qayta ishlaydigan, saqlaydigan va uzatadigan elektron qurilma. Bu bizga tezlik, aniqlik va ko'p vazifalarni bajarish imkonini beruvchi qurilma. To'g'rimi? Va kompyuter ko'rinishi shunday bo'ladi. Va qarasangizlar, bu yerda qaranglar. Rasm bor, bir de monitor bor, klaviaturasi bor va keys'i bor. Keys'ini ko'pchilik aytadi, blok pitaniya deydilar, sistema blok deydilar, to'g'rimi? Biz buni miya deb atasak bo'ladimi? Miya deb ataymiz. Tushunarli bo'lishi sababi bu miya shu monitorini boshqarib beradi. Shunchalik kuchli bo'lsa miyasi, bu kompyuter shunchalik kuchli bo'ladi. Tushunarlimi? Buni ichida nomlar joylashganini sal pastroqda tushuntirib beraman, gapirib beraman. Bir de ko'rsak ekranlar. Kompyuter turlari bor endi. Bizlar hozir biladigan narsalarimiz shaxsiy kompyuter, ya'ni personal kompyuter. PK desktop dedi. Desktop ish kompyuter. Tushunarlimi? Desktop. Stol ustiga o'rnatilgan alohida sistema bloki bor, monitor, klaviatura va sichqonchadan iborat kompyuter bu desktop deb ataladi ekan. Va qaranglar endi notebook. Notebook ina laptop. O'zimiz kompyuterlarimiz bormi? Shu notebook hisoblanadi. Barcha qismlari birlashtirilgan, quvvat, batareyaga ega. Ya'ni svet o'chirqazan ham bu ishlab turadi, to'g'rimi? Batareyasi bilan. Kompyuter esa sразу o'chadi bu ham. Ko'chma kompyuter. Foydalanish joyi talabalar, ishbilarmonlar, o'qituvchilar va hokazo. Afzalliklari prototip, ichida batareyasi bor va Wi-Fi va kamerasi bor. Ya'ni odatda mavjudda, ya'ni eski kompyuterlarda kamerasi bo'lmagan, shuncha turibdi. Prototip degan narsa desangizlar, prototip bu qulay, ya'ni sen любой yerga olib borib bilasan, любой yerga kelib bilasan, sen o'ng'aylidan o'zim ishlayotgan, tushunarlimi? O'ng'ayli kompyuter. Prototipligi bor. Keyin notebook ko'rinishi. To'g'rimi? Ne mishkasi, ne klaviaturasi, ne monitori, ichida уже ma'lumotlari, keyslari, miyasi ichida buni hammasi. Yaxshi berishasiz. Va endi monoblok degan narsa bor. Monoblok eshitgan misozlar? All in one PK deydi. Nima degan shu? All degan nima degan? Hammasi birlashtirilgan kompyuter deb tashlamasak bo'ladi, to'g'rimi? Hammasi birda, ya'ni. Tushunsan? Yo'q. Qarang. Tavsif monitor ichiga sistema blok joylashtirilgan tartib qurilmalari bilan foydalanish joyi. Ya'ni gap qisqasi, buni ko'rinishini ko'ringlar, ishining ko'rinishiga mana blok. Mana ham miyasi bo'ladi, bu ham kompyuter, to'g'rimi? Miyasi o'sha ichiga kirgan mana. Bu zamonaviyroq qilsa kompyuter, tushunarlimi? Bunda klaviaturasi bor, mishkasi bor, asosiy ekrani bor, monitori bor. Tushunarlimi? Mana blok ishining ko'rinishiga ega bo'ladi. Endi netbook bor. Notebook bor, netbook bor. İkisi nima farqi bo'ladi bilasizlar? O, молодец. Umuman farqi yo'q. Mana qarang, ishlash strukturasida umuman farqi yo'q. Faqatgina netbook sal kichikroq bo'ladi. Ish kompyuterimiz katta bo'lsa, u sal kichikroq bo'ladi. Planshetdan sal kattaroq bo'ladi. Shunday ko'rinishiga bo'ladi. Uni ham narsa bor. Sensori bor, klaviaturasi bor, monitori bor. Hammasi ichida. Faqatgina lekin sal astroq ishlaydi bu baribir. Shundan kuchli emas, sal astroq ishlaydi. Qisqacha taqqozlar sizlar vaqtda. Desktop prototiplik yo'q. Sababi uni to'qlari bilan boshqa turibdi. Men любой rapportga ko'raman, to'g'rimi? Xohlagan vaqtimda. Tez. Keyin notebook bor. Masalan, bormi? Notebook. Buni prototipligi bor. Men любой yerga olib borib kelishim mumkin bu narsani. Keyin monoblok bor. Monoblok ham xuddi shunday to'qovlanadi. Men uni qo'porib, olib, ikkitib problema, to'g'rimi? Bu narsa problem. Va netbook bor. Netbookni ichga kelsangiz, yangi prototip kichkina, любой rapportga kelib, so'mkangdan bir yuradigan bo'lsa. Demak, kuchliligi, ya'ni qaysi kuchli, ya'ni sonlar qilani sal kuchsizroq bularga nisbatan. O'rtacha. Kimlar uchun va hokazo hamma uchun bu joy egallashi, ko'p joy egalladi, o'rta, kam, juda kam. Endi qaranglar, kompyuterning asosiy qurilmalaridan, ya'ni qismlariga keldik. Bir de birinchi navbatda sistema blok, ya'ni miyasida baktigan, to'g'rimi? Sistema blok bu kompyuterning asosiy qurilmasi hisoblanadi.
va uning ichida nima bo'ladi deb so'rasangiz, ya'ni 4 burchak qutining ichida nima bo'ladi? Protsessor bor, CPU. Bu CPU hisob-kitoblar bajarish uchun ishlatiladi ko'pincha. Keyin xotira bor. Bu RAM hisoblanadi. Menimcha RAM hamma eshitgansiz, to'g'rimi? RAM unchalik katta bo'lsa, telefoning ham, kompyutering ham shunchalik yaxshi ishlaydi, qatmaydi umuman, to'g'rimi? RAM asosiysi. Vaqtincha xotira deb aytamiz bu narsani biz, tushunarlimi? Bu RAM vaqtincha xotira hisoblanadi. Qisqacha qattiq disk. Bu inglizchasi hard disk deb aytiladi. Harddan qattiqmidi? Hard disk. Ruschasi жесткий disk hisoblanadi. Bu SSD. Ya'ni SSD nima deb so'rasangizlar, bizning papkalarimizga yetsak ko'ra kanallar. Ikkisini parametrini qo'shsamcha 512 gigabayt bo'laman, 200 mni qo'shsam, u degani meni SSD'm 512 gigabayt deb aytib bilaman-da. Tushunarlimi? SSD bu sizlarning xotiralaringiz, gap qisqasi. Tushunarlimi? Doimiy xotira hisoblanadi bu narsa. RAM vaqtincha xotira, SSD doimiy xotira. Video karta va grafiklar uchun ishlash. Tamam, video karta bizning kompyuterimizda kamchilik bo'ladi, yo'q почти. Video karta kimlar uchun kerak? Masalan, videoni montaj qiluvchilar bor, to'g'rimi? Kinolari, qo'llari montaj qilib o'tirib, to'g'rimi? Shular uchun grafik dizayn, ya'ni video karta kerak bo'ladi. Tushunarlimi? O'xshatish, inson miyasini o'xshatish mumkin bu narsani. Ya'ni sistema blokni. Va endi qaranglar. Monitor. Monitor ila ko'rdikmiz, shu narsa monitor hisoblanadi, to'g'rimi? Monitor vazifasi ekran kompyuterda nima bo'layotganini ko'rsatib beradi. Ya'ni bizlar ma'lumotlarni ko'rsatish uchun va ko'rishimiz uchun, to'g'rimi? Monitor. Okay. Klaviatura nechun kerak? Keyboard yozishimiz uchun kerak. Sichqonchani vazifalarni belgilashamiz, ikonga papkadan kirish, papkadan chiqish, ya'ni shu boshqarib beradi, to'g'rimi? Va endi Kernay bilan printer keldi. Printer hamma biladimi? Bilasizmi? Bilmaysizlar, to'g'rimi? Ko'pchilik bilmaysizlar printer nima ekanligini. Printer so'qib kelsang, bu ish matnlarni tak nazam bo'ladi. Kompyuter ma'lumotlarni qog'ozga chiqarib beradi. Tushunarlimi? Hozir printer mavzularimiz bor. Printer ikkalama ko'ra printerda bas chiqarib berasiz o'zingiz. Umuman keyin maslahatlashmasam men o'tirsam o'tir. Bilib beraman. Ish o'zing. Printer bilan Kernay kanal. Kernay nima kerakligini bilasizlar, to'g'rimi? Ovozni qattiqroq qilib beruvchi narsa vosita, to'g'rimi? Ya'ni ovoz chiqarib beradi. Ishida qaranglar endi. Kernay bilan printer bu qo'shimcha hisoblanadi kompyuter. Biza Kernay bilan printersiz ham kompyuter ishlasak bo'ladimi? To'g'rimi? Ishlatib. Lekin monitorsiz kompyuter ishlatib bilamizmi? Yo'q. Klaviaturasiz monitor yo'q. Mishkasi ham yo'q. Va ichida blok miyasi bor, to'g'rimi? Miyasini ham ishlatib bilmaysiz, to'g'rimi? Demak, 4 donasi asosiy hisoblanadi. Kernay bilan printer qo'shimcha hisoblanadi. Buni ko'rsak ham bo'ladi, ko'rmasak ham bo'ladi, to'g'rimi? Bir kompyuterimiz ishlayveradi. Bir de sistema blok asosiy, monitor asosiy, klaviatura asosiy, sichqoncha asosiy. Kernay printer qo'shimcha. Okey. Endi sizlar savollar. Klaviatura nima qiladi? Nima vazifa bajaradi? Yozadi. Monitor, printer, ma'lumotlarni tashrif qiladi, to'g'rimi? Va sizlar yakuniy motivatsiya. Har bir kompyuter ortida inson bo'ladi. Agarda sen shundan to'g'ri foydalanib bilsang, bu seni kelajaging bo'ladi degan motivatsiya bilan darsimizni yakunlaymiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Ya'ni kompyuterning asosiy qurilmalarini va ularning ishlashini bilib oldik, to'g'rimi? Endi keyingi setda endi blok bitta emas, to'g'rimi? 4 burchak. Shuni ichiga kirib ketamiz endi. Ichida nima joylashgan va qaysi vositasi nima vazifa bajaradi, bu haqida sho'rlab o'rganib chiqamiz. Ya'ni bu navoiylar siz ertaga kompyuter bo'lsangiz, kompyuter tanlashingiz ham oson bo'ladi. Neni qarab farqlash kerak? Nomus yaxshi bo'lsa kompyuter olish kerak. Shu joyga o'rganamiz, to'g'risi. Dars tushunarli bo'ldimi? Hamma tushundimi? Kompyuterning asosiy vositalarini aytmagan, asosiy qurilmalarini? Albatta, yozish kerak aslında. Yozib oling daftarlaringiz bo'lsa. Yozib oling, o'rishlasizmi? Давай. Давай. Turaman. Shu yozib olinglar. Men zapis o'chiraman, to'g'rimi?